Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Inna lillahi inna ilahi rojiun. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov akamiz afsuski bu dunyoni 51 yoshlarida erta tark etdilar. Yaqinlariga sabr tilayman. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Narigi dunyoda so'roq savollari oson bo'lsin ilohim akamizni. Aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ushbu YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. O'shanda yangi chiqqan videoroliklardan xabardor bo'lib ko'rib borasizlar yangi videoroliklarni. Kanalimga obuna bo'linglar. Kanalimni va videolarimni do'stlaringizga, yaqinlaringizga, tanishlaringizga tavsiya qilinglar. Kanalimni qo'llab-quvvatlanglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammangizga oldindan rahmat kanalimga obuna bo'lganingiz uchun. Dilshodbek Musabekov akamizni o'zini ajratib turadigan o'rinlari bor edi dizayn jamoasida. Bu akamiz dizayn jamoasining boshlabki chiqishlaridan hozirgi kungacha yelkadosh bo'lib kelayotgan akamiz edilar. Afsuski bu dunyoni erta tark etdilar. Alloh taolo ham yaxshi insonlarni erta huzuriga chaqirar ekan. Dilshodbek Musabekov akamiz o'limlaridan oldin umra ziyoratlariga ham borib kelgan ekanlar. Ilohim shu umra ziyoratlarini narigi dunyoda Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin ilohim. Dizayn jamoasining muxlislari juda ham ko'p. Shu qatorda Dilshodbek Musabekov akamizni ham muxlislari juda ham ko'p edi. Men ham muxlislar bo'lganman. Dizayn jamoasida o'zlarini ajralib turadigan kulgili chiqishlar bilan ajralib turardilar Dilshodbek Musabekov akamiz. Dizayn jamoasida eng qiziqarli chiqishlar bilan ajralib turganlar hamisha Dilshodbek Musabekov akamiz. Yaqinlariga sabr tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Shu qatorda dizayn jamoasining boshqa a'zolari Sadulla Fathullayev, Qobil Karimberdiyev, Abdurahmon Mavlonov va boshqa a'zolarga ham sabr tilayman. Bu yo'qotish dizayn jamoasidagi eng katta yo'qotishlardan biri deb hisoblayman. Dilshodbek Musabekov akamizning o'rni bilinadi baribir dizayn jamoasida. Bu akamiz dizayn jamoasidagi eng yoshi katta akalarimizdan biri edi. O'zini kuldirish uslublari bor edi jamoada ajralib turadigan Dilshodbek Musabekov akamizni. Yurtdoshlar, ilohim hammamizni bevaqt o'limdan Alloh taoloni o'zi asrasin. Bu dunyoda yaxshi yashab, farzandlarimizni, bola chaqamizni rohatini ko'rib yashab o'tish hammamizga nasib qilsin ilohim. Bu dunyoda hammamiz mehmonmiz. Shunday ekan, bu dunyoda faqat yaxshilik qilaylik, qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik. Yomonlikdan uzoqroq yuraylik. Aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hammamizni ilohim Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin ilohim. Umra ziyoratlariga, haj ziyoratlariga borib ziyorat qilish hammamizga nasib qilsin ilohim. Dizayn jamoasining muxlislari juda ko'p. Nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonda muxlislari ko'p deb o'ylayman. Dizayn jamoasining boshqa a'zolari Qobil Karimberdiyev, Sadulla Fathullayev, Abdurahmon Mavlonov va boshqa a'zolariga
kelgusi konsertlarda, kelgusi ishlarida omad tilayman. Yangi konsertlarni kutib qolaman. Yangi qiziqarli konsertlarni kutib qolaman. Ishlariga omad tilayman. Bu akalarimizni. Sog' bo'lsinlar ilohim, yaqinlarini baxtiga, biz muxlislarni baxtiga ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Dilshodbek Musobekov akamizni yaqinlariga yana bir bor sabr tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Videomni oxirigacha tomosha qilinglar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Inna lillahi, inna ilayhi rojiun. Kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolaman hammangizga.